Elon Musk Marsni egallash bo'yicha yo'l xaritasini taqdim etdi. Rejalar jiddiy. 2026-yilgacha SpaceX kompaniyasi 5 ta Starship kemasini Qizil sayyoraga qo'ndirishni rejalashtirmoqda. Lekin bu hali boshlanish xolos. ...2028-yil oxiriga qadar Marsga yana 20 ta kosmik apparat yuboriladi. Ular bilan birga qurilish texnikalari va Optimus robotlari ham jo'natiladi. Bu robotlar insonlar yetib borguncha infratuzilmani tayyorlaydi. Yo'llar, turar joylar quriladi va foydali qazilmalar energiyaga aylantiriladi. ...2030-yilda inson ilk bor Mars yuzasiga qadam qo'yishi rejalashtirilgan. Marsdagi aloqa tizimi esa Starlink orqali ishlaydi. Muskning ushbu loyihasi haqiqiy ambitsiyaning namunasi. Yo'l xaritasi yanada ta'sirliroq bo'lishi uchun u neyron tarmoq orqali yaratilgan Mars shaharlarining suratlari bilan bezatilgan. Bunday shaharlarga hozircha na texnologiya, na budjet mavjud. Shunga qaramay, bu rejalar amaliyotda amalga oshishiga ishonch unchalik katta emas. Musk taqdimotlarni, shov-shuvli e'lonlarni va prototiplarni yaxshi ko'radi, lekin muddatlarga nisbatan loqayd. Marsda esa hali ilk kolonistlar haqida gapirish erta menimcha.